Assalomu alaykum barchangizga. Yuridik butik kompaniyasi tomonidan yangi video lavhamiz tayyorlandi. Buni ko'rishingiz mumkin. Yerga oid nizo bo'yicha yana ijara huquqi asosiy yerni auksiondan oldingiz, ammo uni haligacha davlat ro'yxatidan o'tkazmagansiz. Ikkinchi tarafdan shartnomani ikkinchi tarafi bo'lgan shaxs, ya'ni davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan sudga da'vo kiritildi va shartnomadagi asosiy qarzni hamda pensiyani undirish to'g'risida da'vo kiritildi. Bu holatda nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu holatda bemalol asosiy qarzni undiraveradi. Lekin falon pul chiqqan o'sha pensiya qismi undirilmaydi, sababi shartnoma davlat ro'yxatidan o'tmagan. Shartnoma haqiqiy hisoblanmaydi. Mayli auksiondan sotib olgan bo'lgan taqdirda ham, auksion orqali berilgan taqdirda ham bu yer uchastkasiga doir bayonnoma, shartnoma davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart va zarur qat'iy belgilab qo'yilgan. Agar sizga shu mazmundagi da'vo bilan chiqayotgan bo'lsa, sudga murojaat qilayotgan bo'lsa, bu haqda bizga murojaat qilishingiz mumkin va o'z huquqlaringizni himoya qilishingiz mumkin biz orqali.